Akalar, rosa urib ko'rdim, hech narsa qilmaydi ekan. Bu kontener materiallari do'stlar, oddiy temirdan 3 barobar baquvvat bo'lar ekan. Yog'ochdan bo'lsa 100 barobar baquvvat bo'lar ekan. Do'stlar, bittadan laykni bosib qo'yinglar, sizlarga narxlar bilan tanishtirib beramiz. Bu akalarimiz kontener materialda mana bunday ko'rib turgan neveshlaringni qilib berar ekan. Siz zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, uyingizga borishadi, o'zlari dastlabkilarni qilib, kraskalarni qilib, tunuka, shifrlanmasalar ichida qilib berar ekan. Siz faqat to'kib bersangiz bo'ldi. Kimgadir qiziq bo'lsa, videoni ochinglar, bitta laykni bosib qo'ysangiz, narxlar bilan tanishtirib beramiz. Katta zdanyalardan bemalol kontener materialdan yoptirsalar bo'laveradi. Eng zo'r tomon do'stlar 35 metrgacha bez ustunsiz qilib berar ekan. Bundan imkoniyat har doim bo'lavermaydi. Do'stlar, bittadan laykni bosib qo'yinglar. Xudo xolasa narxlarni obzor qilib beramiz. Manzil Farg'ona viloyati Bo'y tumani Kommenteriyadan bo'lyapti. Biz boshlayveramiz. Assalomu alaykum usta aka, yaxshimisiz? Ziymus aka, charchamayapsizmi? Aka, bu kontener materialdan anchadan beri shug'ullanasiz, tom qilish xizmati. 11 yildan beri. Xudo xolasa praktikalar zo'r, ha? Haqiqatan ham bor aka praktika. Aka, manzilni tushuntiraylik birinchi, obunachilarimizga keyin tanishtiraveramiz. Manzil aka Farg'ona viloyat, Bo'yda tuman, Kommenterin qishlog'i. Zo'r. Kommenterin qishlog'i do'stlar. Xo'p, endi tanishtirib beraveramiz. Aka, bu zakazga tayyorlangan bularimiz? Bularimiz zakazga, xudo xolasa. Bunimiz Toshkentga, bularimiz 6 ga 4, 2 4 ga 4. Bularimiz Jizzax viloyatiga. Xudo xolasa, uzunligi 15 metr, bularda 15 metrgacha ham qilib beraveramiz buni. Bular 15 metrgacha bo'ladi. Budjetli variant, bu arzonroq variant aka. Chekkasi 6 ga 4, kontener listidan qilingan profil. Ichi 4 ga 4. Chekkasidagi 6 ga 4 qalinligi 2.1. Eng qalini. Ichidagi 4 ga 4 profilimiz 1.8 qalinligi. Yaxshi. 15 metrgacha dedingiz-a, 15 metrgacha qilib beraveramiz. Endi bu metrga hisoblanyaptimi shunda aka? Aka, xohlasa metrga, xohlasa kvadrat. Kvadratga. Mana bu o'zlarining ustaxonasini bitta ko'rib qo'yasizlar, mana qo'lbolar qilib zo'rlab tayyorlagan ekan. Endi mana shu ko'rinishda bo'ladimi aka, boshqacharoq bo'ladimi? Bu aka kontenerda tagidan chiqadigan shivilleridan 10 ga 5 qalinligi 0.4 bo'ladi buni. Bu sal qimmatroq variant. Buni ham o'zimiz yopganmiz. Bunisi, bu ko'rib turganlar, bular sal arzonroq variantlar. Hammaga har xil. Bu lombos qilaman desa, buni 35 metrgacha qilib beraveramiz buni. Xudo xolasa tagiga xorilar to'qib, ustiga firmalar to'qib beramiz. Xudo xolasa stoykalarimiz bor 10 ga 15 dan. Bu endi umuman baquvvat ekanda. Ana xorilari ham umuman kattalar ekan, ha? Qallindan bo'lar ekanda. Shunaqa aka, orasini ham 2 metrdan tashlasangiz ham bo'laveradi. Uyda egasiga ham nagruska kelib ketmaydigan holatni. Xo'p, qanaqa joylarda yopamiz aka, masalan? Aka, biz xudo xolasa molxona, qo'yxona, to'yxona, teplitsa farqi yo'q aka. Liboy tomda yopilaveradi. Bitta tandir tevasini ham yopib beraveramiz. Gap yo'q. Tom xizmati Liboyga kiradi do'stlar. Asosiysi, masalan, o'sha to'yxonalar katta bo'ladi. 35 metrgacha. U hazlakan emas, shunchaki og'izdan chiqib ketyapti xolos. Katta. U qilingan u aka. U o'zimiz qilganmiz. O'shaning uchun xudo xolasa biz og'zimizda o'zida emas, lekin qilib beramiz uni. Qo'ldan ham keladi xudo xolasa. Chiroyli aka, buni keyin narxlarni aytdik. Masalan, shuni zakaz qiladigan bo'lsa, masalan, tepadagi shifri, tunikasi bo'ladi. Ular alohida pulga hisoblanadimi yo bonus qilib olamizmi aka zakaz qilganlarga? Uni xohlasa olib bersin. Xohlasa vaqtim yo'qsa o'zimiz ham olib kelib, chiroyli shifrni tunikasini qotirib, tarnov sliplargacha qo'yib beramiz. Slipni turbalarigacha tushirib beramiz. Tomda 0 ga bitirib beramiz. Xudo xohlasa. Uni yopib berish shuni ichida kirib ketadi xizmatimiz. Dastlabkamiz aka O'zbekiston bo'yicha uyi bo'lsa, joyi bo'lsa bo'ldi, tekin dastlabki. Dastlabki tekin. Narxni ichiga tiqib yuboradi deb o'ylaydi ko'pchilik. Yo'q, unaqa emas. Kvadrati 150 ming so'mdan boshlanadi buni, tomni kvadrati. Aka, dastlabki O'zbekiston bo'yicha tekinmi yo deganmi? Yo'q, O'zbekiston bo'yicha tekin aka. Gap yo'q. O'zbekiston bo'yicha tekin ekan, aytilgan narxlarga ta'sir qilmaydi ichida. Hech qanaqa 1 so'm aralashmaydi aka. Xudo xolasa 1 so'm aralashmaydi. Narxi 4 ga 4 profilimizdan bo'lsa kvadratni 150 mingdan, 6 ga 4imiz bo'lsa 180 mingdan, yo'l kiralar hamma narsa ichida. Endi xo'p, bunga 20 ming so'mdan metrga narx qo'shilib qoladi. Unda kraska, polni kraskasi bilan qilib beramiz. Ha, kraska ham qilib berilaveradi. Xizmati, kraskasi ichiga kirib ketadi. Metri 20 ming so'mdan qo'shilib qoladi. Kraska qilinsa umr uzoq bo'ladi. Marola kraskasini agar zakaz qilsalaring, kraskalarni qilib beradi. O'zi buni aka, mana bu listdan bo'lgan profilligi uchun ichi ham tashqarisi ham o'zi kraska zavodskiy kraska. Yana bitta kraskaga urib yuboray desa, misol uchun uyda egasi qilib berilaveradi bu xijolatdan. Choklarga ko'ryapsiz aka, choklarga plankalargacha qo'yib beramiz. Ikkala tomoniga ham har bitta stik chokiga plankalargacha qo'yib beramiz xudo xolasa. Uyaltirmay, chiroylab qilib beramiz. Xolasa, endi ancha yildan beri shu ishlar bilan shug'ullanishadi, sinovlardan o'tgan, kamchiliklari qolmagan bu ishlarni mutaxassis, haqiqiy kalamiz mutaxassis bu sohada. Endi masalan zakaz qilsa qanchada qilib berish, masalan 100 kvadratli deylik.
Masalan, kimdir 100 kvadrat zakaz qildi sizga, tomdan necha kun tayyorlab beriladi yoki qancha summani to'lov qilinadi aka? Aka, bizga 10% zakalat bersam yetadi. 10%. 10% zakalat bersam bo'ladi. Masalan, mana 20 millionlik tom deylik, 2 million so'm zakalat bizga yetadi. Yukni tayyorlab olib boramiz joyiga, uyda egasiga oldiga tushirib, keyin 50% pulni to'lov qiladi, keyin qolganini bitirib olgandan keyin tekshirib, ishimizni qabul qilib, keyin to'lov qilaveradi. Undan bexijolat. Zakaz qilsa borib o'lchaysizda, oldin o'lchaysiz. Borib joyini ko'rib, joyini ko'rib, o'lchab, maslahat berish ham tekin aka. Misol uchun borib keldik, unaqa bizda yo'q, unaqa. Borib kelinaveradi, vaqt ajratib, xudo xolasa. Aka, mana stoykali, mana bu yerda stoykali bilan qilingan. Endi, masalan, devordan devorga mindiradigan joylar ham bo'ladi-da. Shunaqa. Ular qanaqa bo'ladi narxlari? Aka, bu devorda ustiga qo'yiladigan bo'lsa, arzonroq tushadi. Bu stoyka ham o'zimizdan chiqadi. Stoykali xuddi shunaqa quruq poliya maydonga qilinadigan bo'lsa, stoyka bilan bu xoriliklar 35 ga to'qilgan chekkadagi xoriliklar o'shani summasi qo'shilib qoladi aka bunga. Devorda ustiga bo'lsa, arzonroq bo'ladi. Bizga stoyka kerak emas deganda, bu ham 10 ga 15, qalinligi 0.4. Eng yuqasi 0.4. Baquvvat, mana shuncha tomni, shuncha yukni ko'tarib turibdi ekan. Mana shu tomondan bitta ko'rsataylik yaqinroqdan. Endi buni hamma biladi, qaytaraverishim ham mustahkamligi umuman zo'r bu narsani. Umr boqiy bo'ladi do'stlar, bitta zakaz qilasizlar. Asosiysi, aka uyda egasi nimalar olib beradi sizga? Uyda egasi hech narsa olib bermaydi aka. Uyda egasi hech narsa olib bermaydi. Yo'q, kiranigacha, lisiyasigacha o'zimizdan. Akalar zakaz qilasizlar ekan, dastlabki tekin, kraska qilib bering desangiz, kraskani qilib beriladi, ozgina summa qo'shiladi yo'l kiralar ichida. Uyda egasi menimcha svetini qilib beradi bo'ldi. Aka bitta tok beradi. Tok berasan. Endi elektrod ham o'zlaridan bo'lyapti. Elektrod, tosh, hamma narsa aka, pechatga ham olib beraman demaymiz. Gap yo'q. ABT bo'lsa ABT, agar uzoq joydan bo'lsa yotog'ini qilib bersin aka. Shunaqa. Ish tezroq bitadi. Bu narsani mana shu yerda yig'ib olib boriladi. Uyda egasi unaqangi ovora bo'lmaydi. Ishdan qolmaydi. Keyin bitta narsa aka. Buni furaga sig'maydigan darajada uzunligi uzun bo'lsa, o'sha joyiga olib borib to'qiymiz uni. Furaga gabarit bo'lib ketadi. Maydon katta bo'lib ketsa-da. Ha, shunaqa. Misol uchun 18 metr bo'lsa, furaga sig'maydi aka. Fura 13.60 bo'ladi uzunligi. Xo'p, aka, bu profillarni sotilaveradimi? Masalan, aka, bu profil zakaz qilsa, отдельный ham sotamiz. Xohlasin firma to'qib beramiz, metriga pulni bersin. Xohlasin pulni ustunlikka qilib bitirib tomni 0 ga bitirib bersa, uni ham qilib beraveramiz. Har qanaqasiga gaplashaveramiz. Firma ham sotilaveradi, profilni ham sotilaveradi, kelishilar ekanda. Eng qizig'i tom xizmati ham o'zlaridan aka. Eng qizig'i mol qo'yib bo'lsa barter ham bo'laveradi. Ha, gap yo'q. Mol qo'ygan kelishib olinadi. Aka, nimasi bo'lsa, farqi yo'q, joyi bo'lsa, uyi bo'lsa bo'ldi aka. Akalar, menimcha bu kontinen tomlardan ko'p video qilganmiz. Bunaqangi narx menimcha endi bo'lyapti. Boshqa videolar bilan bemalol solishtiringlar. Akalarimiz arzon qilib beryapti. Ishlari sifatli, tajribalar ko'p ekan. Nomimizni, masalan, Ma'murjon o'z kanalidan chiqqanlarga bonus 20. Aka, sizni ismingizni aytsa, misol uchun siz profilingizni aytib, shu Ma'murjon o'zidan chiqyapmiz desa, aka, misol uchun uydagisini yana bitta oxirida xursand qilib qo'yamiz. U ham nima, qanaqa? Unaqa 200 ming, 300 ming, 500 ming kam bersin demaymiz. Misol uchun ish kattaroq bo'lsa, $500, $500-600 skidka qilib beraveramiz. U shu narsalardan tashqari yana undan ortig'i bo'lmasa kerak ekan. Duo qilib qo'ysa bo'ldiga ishlayapsiz ekan. Endi shunaqa aka, xalqni gap yo'q. Xizmatdamiz aka, xalq duosini olamiz. Kam bo'lmaylar akalar, mana iloji boricha yana bonus qilib berilar ekan. Faqat Ma'murjon o'sgandan chiqqanlarga. Kimgadir mana shunday tom xizmatlari, o'sha kontiner materialdan qilib beradi. Teplisa, molxona, qo'yxona, to'yxona farqi yo'q. Liboy tomni zakaz qilaversa, asosiysi 35 metrgacha bezustinsiz. Oldindan kelishiladi, arzimagan summadan to'lov qilasiz. Mana bu akalarimiz zakaz qilgan ekan. Hozir syomka uchun saqlab turibmiz. Bularni berib yuboriladi akalar. Laykda yamisizlar, ha? Usta aka, rahmat endi ma'lumot uchun. Sog' bo'lasiz aka. Biz bera olmagan savollar qolib ketmadimi aka? Yo'q. To'ldirib yuborasiz agar o'zingizda qiziq, o'zingizda savollaringiz yoki javobingiz bo'lsa, qiziq to'ldirib yuborasiz. Pastda nomer qoldiramiz aka. Imенно sizni agar obunachingiz bo'lsa, o'sha aytilgan gap aka, o'z kuchida. Aka, Telegramimiz bor, ha? Telegram bor, Qilgan Instagram ishlarni bor. tashlab beraverasizmi? Ha, hamma narsamiz bor aka. Musofirdan turib zakaz qilsa ham, xudo xolasa. Farqi yo'q aka, o'zi yo'qdi, yuzi yo'q qilinmaydi bizda. Gap yo'q. Xalqning duosini oladigan ustalarimiz ekan. Shunchaki qo'l bola bas. Haligi nima ular mehr bilan ishlaydigan ustalar topib qo'ydim do'stlar. Ko'ryapsizlar, endi ishlariga juda ham sifatli ekan. Hattoki kraskalarni kelishgan haqda qilganlar. Bizda rostdan ham 11 yil aka staj. Gap yo'q. Biz shunchaki yozib olmaganmiz. Kelib ko'rmoqchi bo'lganlar kelinglar, mana sexlari, o'sha lakasilarni tashlab beriladi. Bu tomonda xullas kontiner materialdan boshqa narsalar ham toparsizlar. Telefon qilaveringlar, kontiner sohasida masalan paddon modullarigacha olaveradi aka. Liboy narsa. Liboy va kontiner material. Mana shu yerda bitadigan ish borki, telefon qilishaveradi. Zo'r. Laykda ayamisizlar do'stlar. Ekran past telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.